pulli riskda yurgan, moliyaviy yechimni asoschisi, indeksga shu kreditni olib kirgan insonni oldilariga keldim, aka, meni obunachilarimga qanaqa yengillik qilib bera olasiz? Avvalambor sizni obunachingizmi, meni obunachimni bizani kim kuzatishidan qat'iy nazar, kredit yaxshi narsa emas. Kreditni umuman olish kerak emas. Garovli kreditlarni aytaman. Bir xilli o'ylamasdan katta summa kredit olishyapti, uyini qo'yib zavodga, mashina olishyapti. Kredit barakangizni oshiradi, kredit umuman olish kerak emas. Lekin bitta joyni tavsiya qila olaman, Toshkent viloyatida siz obunachisiz, meni obunachilarim va bizani kuzatuvchilar bo'ladigan bo'lsa, garovsiz kredit bor. Garovsiz deganda bitta pasportdan keladi, plastik obrodni ko'rsatib bergan holatda oxirgi 6 oyligini 50 milliondan 100 milliongacha yetsa bo'ladi. Rasmiy oylik doxodi bo'lsa ham, masalan, davlat ishida ishlasa, soliq oylik doxodi ko'rilsa ham 10 milliondan 100 milliongacha ish beraman. Uni shartlari kreditda bo'lmasligi kerak, mitti qarzdorlik bo'lmasligi, trassovka bo'lmasligi kerak, kredit tarixi o'rta holatda bo'lsa ham bo'ladi. Zo'r bo'lishi ham shart emas. Shu Keloratlar manzil Toshkent shahar indeks bozor bo'ladi. Har kuni ish vaqtimiz qanaqa ekan? Ish vaqtimiz ertalab 9:00 dan 6:00 gacha ish vaqtimizni ertalab 9:00 dan 6:00 gacha telefon raqamdan ko'taramiz. Qolgan vaqtni o'chirib qo'yamiz. Zo'r, pastda nomerlar qoldiramiz, aloqaga chiqamiz.